Assalomu alaykum. Bugun sizlarga glyukometrdan qanday foydalanish kerakligini o'rgataman. Bu jarayon juda ham oson hisoblanadi. Bizga kerak glyukometr apparati, strip test, lancet ruchkasi, lancet igna. Birinchi ishimiz stripni olamiz. Bitta stripdan bir marta foydalanishingiz mumkin. Stripni glyukometr apparatiga qo'yamiz va apparat avtomatik yonadi. Ikkinchi ishimiz lancet igna bir marta ishlatiladi. Bu ham ruchkaga joylashtiramiz. Strelkani ochamiz. Ignani qo'yamiz. Strelkani yopamiz. Keyin speta olamiz qo'lni va ishamiz. Qon chiqish jarayonini kutamiz. Bir tomchi qonni stripga qo'yamiz va 5 soniyada chiqadi natija. 8,8 chiqdi. Natija normal holatda bu 3,6 dan 6,2 gacha normal hisoblanadi. Hozir choy ichganman, shuning hisobiga 8,8 chiqdi. Bugungi video orqali sizlarga glyukometrdan qanday foydalanish kerakligini tushuntirdim. E'tiboringiz uchun rahmat.